Assalomu alaykum qizlarjon hammalarga. Hozir sizlar bilan juda ham oson, noodatiy bo'lgan, mazzaga ega bo'lgan basay karamli, tovuqli bir chiroyli sloyka salatini o'rganamiz. Demak, birinchi ishimiz bitta kichkina piyozni yarim oy nozik qilib to'g'rasanglar ham bo'ladi, mayda kubik to'g'rasanglar ham bo'ladi. Mana shu piyozni marinovka qilishdan boshlaymiz. Demak, yarim choy qoshiq tuz, sразу suvga qilib tashlaymiz. 1 choy qoshiq shakar, oddiy osh uksuzi o'zimizani 70% meniki, undan 1 osh qoshiq solamiz. Va mana shu idishimiz to'lguncha, ya'ni 200 gram qaynagan suv qizlar, issiq suv. Mana piyozimiz cho'kkuncha, ya'ni mana shu marinadda piyozimiz marinovka bo'lib turguncha biz boshqa ishlarni demak davom etamiz. Keyingi ishimiz qizlarjon, demak hozir tushuntirib o'tib ketaman. 2 ta suvda pishgan kartoshka, 3 ta suvda pishgan tuxum va где-то 100 gram, 110 gram sir. Bularni ikkalasini postini artib, yirik qirg'ichdan chiqarib olamiz. Uchalasini yirik qirg'ichdan chiqaramiz. Xo'p, menda bu yerda где-то 300 gram tovuq filesi sho'r suvda 20 minut qaynatib olganman past olovda. Buni qaynatishni hamma biladi, men onlayn darslarimni olganlar hammasi biladi. Sovigandan keyin qo'limizda mana shu tolalarini hozir tushuntirib o'tib ketaman. Titib olamiz bunaqa qilib. Mana tolalarini titib olamiz mana. Bunaqa qilishni ham qaysidir salatlarimni men sizlarga o'rgatganman. Endi bizda to'g'raydigan narsa bitta basay karami qoldi. Basay karamimizni mana bunaqa yumshoq joyini hozir shuni to'g'raymiz. Nozik somoncha qilib, juda ham nozik qilib to'g'raymiz. Mana qizlar. To'g'raydiganimiz demak bizani bitta mana shu basay karami nozik qilib juda ham nozik to'g'raymiz. Mana qizlarjon, grammajni opisaniyada qoldiraman, mana shunaqa nozik qilib to'g'rab olamiz. Qizlarjon, mana hamma narsamni aytib o'tganimdek tayyorlab oldim. Mana buni cho'rka qilishi, qo'lda tutishi hamma biladi. Mana karamni qanaqa mayda qilib to'g'raganimiz. Piyozimiz ham mana qizlar уже vялый bo'lib, o'zini tashab marinovniy zo'r bo'ldi. Endi terishni boshlaymiz. Men mana bunaqa avval katta salatnikka terishga qaror qildim, chiroyli qilib. Demak, birinchi qatoriga ozgina keyga mayonezni o'zini beramiz va kartoshkalarimizni birinchi etajga teramiz. Ya'ni birinchi qavatiga. Hammasini bittada qilib olamiz. Mana shu 2 ta kartoshka, bitta avalniga to'g'ri keladi. Qo'limiz bilan chiroyli qilib hamma yog'iga bir tekis qilib yoyib chiqamiz. Hop. Ustidan endi qizlarjon mayonez beramiz. Shimib turishi kerak. Kartoshka quruq, shuning uchun albatta sразу ketdan mayonez beramiz. Yana grammani mayonez yozmayman, tabga ko'ra qizlar. Kimdir ko'proq mayonezli, kimdir kamroq. Endi ustidan murch kartoshkamizni murchlab olamiz. Yana bir qavatga murch solamiz, bo'ldi. Endi buni ustidan marinovniy piyozimizni bir qavat qilib hammasini solamiz. Kimdir piyoz yaxshi ko'rmasa, yarimta piyoz qilsa ham bo'ladi, lekin bu salatda piyoz mutlaqo mos keladi. Juda ham mazali bo'ladi. Piyozimiz ham ketdi. Endi ketidan tovuq fileyimizni qaranglar qizlar, yarmini qo'yganda ustiga albatta mayonez beramiz, chunki tovuqimiz ko'p, bu salat tovuqli bo'lganligi sababli yarmida bir qavatiga mayonez sepib, yana qolganini ustidan beramiz. Bo'lmasa quruq bo'lib qoladi. Yarmini sepib yuboramiz ustidan.
Mana. Endi sir. Mana qizlar, ustidan sir beramiz atroflari bilan birga. Mana sirimiz qizlar 150 gram ketdi. Mana tabga ko'ra grammajni qizlar kamaytirib, ko'paytirishga bemalol haqqinglar bor, o'zgartirishga. Yana quruq bo'lib qolmasligi uchun mayonez qilamiz. Keyin qizlar oxirida ham aytaman, bu salat qilib bo'lganimizdan keyin 1 soat kamida xolodilnikda shimib turishi kerak, pitatsiya qilish kerak. Atak 3-4 soatga qo'yib qo'ysanglar ham bemalol bo'ladi. Quruq bo'lib qoladi, bo'lmasam sloykalari shimib olishi kerak. Ana endi eng ustidan tuxum beramiz. Uchta tuxumimiz. Tuxumni ham sepdik. Chiroyli qilib yana mayonez beramiz. Qizlar, keyin bu salatga mayonezga birga bir smetana qo'shib qilsanglar ham rosa shirin bo'ladi. Endi eng ustidan chiroyli qilib mana bu pekinskiy kapustamizni sepamiz. Yupqa qilib, juda ham qalin bo'lib ketishi kerak emas, lekin ustini qoplashi kerak. Bir sloy qoplashi kerak. Mana bo'ldi, mana shuni yetkazamiz endi. Qaranglar qizlar, buni grammajini yozib qoldiramiz, lekin o'sha lag'monga solganda 3 ta dona bargga 3 tomonlari yetadi. Mana men qalin joyini olib qoldim, lekin bu ham rosa yeyishli joyi. Bo'ldi, xohlasanglar shundoq qoldiringlar, xohlasanglar ustidan yana bir sloy mayonez bersanglar bo'ladi qizlar. Mana. Qizlarjon, bunaqa marinovani piyoz bilan hali salat qilib ko'rmaganlar albatta tayyorlab ko'rishinglar maslahat beraman. Juda ham boshqacha, o'zgacha, yangi ta'm bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar va eng asosiy qonun kamida 1 soat pitatsiya qilishga qo'yib qo'yinglar, sirazi yeb bo'lmaydi, quruq bo'lib qoladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.